Assalomu alaykum ko'rmangan do'stlar. Nadir kitoblar yetakchisi bir kitob bir olam programmasi davomli huzuringizda bo'ladi. Bugun biz Ömerjon Sidiq afandining Inoq ekologiya obidasi Kariz nomli kitobi haqida suhbat quramiz. Avval ko'rmangan do'stlar bizning bugungi aziz mehmonlarimiz bilan tanishib chiqay. Turpan viloyatlik adabiyot san'atchilar birlashmasining muavin raisi, Turpan jurnalining bosh muharriri Ömerjon Sidiq afandi. Turpan shaharlik suv ishlari idorasining muavin boshlig'i injener Eminjon Rishit afandi. Şinjan Pedagogik Üniversitesi Tarix Millatşünaslık İnstitutu'nun lektori Adilcan G'appar Karizi efendi. Hoş Ömercan biz bilimiz Kariz yeziksiz tarix. Kariz halkımızın özü yaratkan tarix. Kariz halkımızdaki royeti, ictimaiyeti şundaqla maddi medeniyetten girelişip ketken bir su inşaat kuruluşu, bir möcüzlük kuruluş. Aldığımızda sizinki yakın neşir kılıngan Inoq ekologiya obidasi Kariz namlı kitabınız duruptu. Hem de sizinki yarımışındak bir ilmi, medeniyet kütüşüp gizliğamışlar bir ilmi emke kılışınızda kandak alayı bir sebep var mı? Kariz Turpan'ın hayatlık buluqı, hayatlık can tomiri. Çünkü Turpan'da tabi derya yok, ekin yok. Şuna tarixten bu yan Turpan halkı Kariz suyuga, kısmen bulaq suyuga, Öztang suyuga tayinib hayatını da almıştırıp kelgan. Şunun için bizim Kariz hakkındaki erimler içinde Kariz suyunu içip, Kariz hakkındaki rivayetler içi çoğun bulgan. Kalbimizge Kariz'den ibaret bu uluq, mücizniki muhabbeti çoğun singen. 2009 yılı Turpa vilayetinde, Turpa vilayetindeki tarixideki külümü en çoğun bulgan Karizlarını remont qilish, qo'g'dash qurilish başlandı. Bu qo'g'dashdan asas sebepkari Türkçesi bizning suyumli rahbarimiz Uyg'ur medeniyeti için ölçmez töp qo'shgan Tömür Damat akimiz edi. Tömür Damat akimiz yıllardan beri Turpan Karizlarini qutqizish jihatda o'ylanib, davlat taraqqiyot plan komiteti, medeniyet yodgorlari idorasi qatorliq o'rinlarni qayta moslashtirish orqali oxiri Karizlarni qutqizish mablag'ini hal qilgan. Ayni vaqtda 2009 yili 11 oyda Karizlarni qo'g'dash, qutqizish qurilishiga rahbarlik qilish gruppasiniki boshlig'i Turpa viloyatining Mao valisi Ikrom G'upur akimiz meni chaqirib, Karizlarni qutqizish, qo'g'dash qurilishining boshlanganligini, mushu qurilishga moslashtirib, Karizlar haqida bir kitob yozish zarurligini talab qilgandan keyin men 2 yilga yaqin iznish orqali bu kitobni yozib chiqdim. Bu kitobni yozishda Şinjan Kariz tadqiqot jamiyatining bosh kotibi, tanilgan Kariz tadqiqotchisi G'upur Nuriddin To'linbek nurg'un ko'rsatmalarni berdi. Yana Pichandagi pishqadam ma'rifchi Abdul Hamdulniyozning Kariz haqidagi kitobidan foydalandim. Mushu ustozlarning yordamida o'zimning tirishchiligi bilan oxiri Inoq ekologiya obidasi Kariz nomli bu kitobim Şinjan Fan texnik nashriyot tarafidan nashr qilindi. Albatta öz xalqininki bag'rid aylangan bir adib, bir tadqiqotchi, bir shoir xalqi obidi qilib qoldirgan mo'jizalik, tilsimliq narsalarni, madaniyat obillarini jumladan Karizga o'xshashmishlar büyük medeniyet simalarını kalem gelişini özünün burcu deb qaragan vaqtning o'zida o'zininki milliy kimligiga, shundaqla o'zininki yozuvchilikdan iborat bu badiiy majburiyatiga biroz yuz kelalamdikin deb o'ylayman. Undaqda Kariz xalqimizningki ajdodlarimizning jumladan Turpan diyorida yashab kelayotgan kishilarimizningki ijtimoiy hayot bilan chambarchas bog'lanib ketgan bir mo'jizlik, bir simovlik, bir obidlik, bir qurilish. Qarsak Karizning endi shu medeniyetning büyük mo'jizasi, hayotlik buluqi, xalqimiz aql farosatining javri deb ta'riflashilgan. Mushundaq ta'riflashningki asosi qandaqdir bir xalqimizning yuksak bir mehr muhabbati, bir ishonchi, shundaqli bir ro'yi kechmish yo'shirilgan bu qandaq Ömerjon? Shundaq. Kariz o'ziniki uzun tarixiy jarayonda Turpanning madaniyati bilan chambarchas bog'lanib ketgan. Turpanning bo'stonliq madaniyati shaksizki Kariz madaniyatidir. Karizning madaniyat piramidasi bo'lish ustida
har bir kichik halqadan tutib cho'ng mazmunlargacha nurg'un bag'lanish taraflari bor. Masalan, kariz qazishda biz ketman, gurjak, kariz chirg'i hamda turpanda dinxilo deydi. Arandan keyin kariz leyin tatib chiqaradigan bolo. Mushaq narsalarga tayinimiz. Ag'amchiga tayinimiz, suvatga tayinimiz. Mushlarning hammasi bizniki madaniyatimizdagi folklor omillariga tutishdi. Karizni o'lchab sizish jarayoni bo'lsa bizning fan texnika omillariga tutishdi. Uningdan boshqa kariz haqida nurg'un maqol tamsillar va naqshlar va turpan keng tarqalgan. Uningdan keyin Turpa viloyatida 100 dan ortiq o'rinning ismi kariz bilan atalgan. Dalan kariz, cho'ng kariz, kichik kariz, shayx kariz, asqaraj kariz degandek. Demak, bu folklor örf odat jihatdanmi madaniyat qimmati intayin yuqori bo'ldi. 2006 yil 6 oyda bizning Turpan karizlari davlat darajalik nuqtali qo'yilgan madaniyat yodgorlik nuqtasiga kirdi. Shu yil 12 oyda Jungoning madaniyat yodgorliklari tizimiga kirgizildi. Demak, karizning madaniyat qimmati uning har bir bosqichida, har bir tartibida ifodalandi. Uningdan keyin ayni yillarda o'sha karizniki beshi, har bir maldi karizning beshi bir hayot qaynaydigan bir maydon bo'lib kelgan. Masalan, cho'nglar, bovaylar, momaylar kariz beshida o'tirib har xil cho'chak hikoyalarni aytgan. Ballar karizning oyoq qismida suv cho'milgan cho'chak hikoyalarni anglagan. Yoshlar oqshomlari pinhon vaqtlarda o'zining ko'ngil sirlarini aytishadigan bir maydon bo'lgan. Demak, karizning madaniyat qimmati, uning suv ishlari qimmati, tarix qimmatiga o'xshashlar intayin muhim o'rinda turgan, Turpanning madaniyatini yaratgan asos deyishga bo'ladi. Eminjon apandi, karizningki hozirgi umum ahvoli to'g'riliq ko'rinma dostlarimiz cho'qim bu vaqt uchurlarga qiziqdi. Siz mush munosabatda endi karizningki umum ahvoli, undan keyin hozirgi saqlanib qolgan ba'zi karizdan uzunligi shunaqla, hali ham o'zininki rolini joriy qildirib kelayotgan karizlar haqida biroz tushuncha berib o'tamsiz. Hozirgacha viloyatimizda saqlanayotgan karizlar 1200 tomdan oshadi. Buning ichida suyva karizlar 200 dan ortiq. Bu karizlarningki uzunlarniki 7-8 kilometr, odatda qisqalarniki 1 kilometr atrofida. Hamda biz mushu kariz, bo'lib suv tarmoqlari, madaniyat yodgorlik tarmoqlari mushu karizga qarta markaz avtonom rayon mablag' ajratib mushu karizni qo'g'dash, remont qilish ishiga alohida kuch chiqadi. Hozir yilga yer osti suyining tuyulishi bilan karizlar yilga oz ko'ptirdan qurib ketish holatida shu bosqichda turibdi. Biz bu shunqarda nurg'un tarmoqlar bilan moslashib tur mablag'ini hal qilish jihatda go'sh nurg'un tirishchilik ko'rsatdik. Biz madaniyat yodgorliklari tarmoqlari, suv tarmoqlari yuqurtuvan tur mablag'larini qo'lga keltirish jihatda 2009-yilda boshlagan karizlarni remont qilish, qo'dash qurilishi o'tgan yilgacha bu holatda bir 72 tal karizni remont qilish, qo'dash qurilishi oxirlashdi. Karizni ekologik muhitninki muhim bir yadrolik bir qurilish deb qo'g'dashdan iborat bu ang bo'lmasa albatta karizlarninki qurib ketish ahvoli, karizning yo'qolib ketish ahvoli nihoyatda ta'qirsiz bir mas'uliyat qoladi endi. Chunki karizni qo'g'dashning o'zi bir ekologik muhitni qo'g'dashdan iborat. Karizni qo'g'dashning o'zi insonni, odamni qo'g'dashdan iborat bir mas'uliyat taqishir ekan. Odil apandi, kariz elimizdagi Beijing Hangzhou qonuni, Saydichin sepili qatorli qurilishlar bilan birga shu elimizdagi cho'ng mo'jiza qurilish sifatida qarilib, shu qurilishga bir buyuk namoyanda bo'lib hisoblanadi ekan endi. Shunday bo'lishdiki, asosi nima endi bu karizning barida qurilishning? Kariz Uyg'urlarning qadimgi zamondagi yerning jug'rofiyalik alohidligidan foydalanib turib, yer osti suyini yer ustiga boshlab chiqish texnikasi orqali barliq keltirgan an'anaviy suv inshoot qurilishi hisoblanadi. Shundaqla Uyg'urlarning qadimgi zamonda barliq keltirgan madaniy meroslarining biri hisoblanadi. Mushu sonliq statistik ma'lumotlarga asoslanganda Şinjan'da jami 1785 kariz bor ekan. Buning umumiy uzunligi 5000 kilometrdan oshadi. Hamda Sadichin sapili tarixda yurtni qo'g'dashni asos maqsad qilib, tog' va shaharlarni tutashtirish orqali barliq keltirgan yer ustidagi g'oyat zo'r bir qurilish. Beijing Hangzhou kanali bo'lsa, mushu yam-xashak, boyliqlarni yo'tkashni asos maqsad qilib, daryo, ko'l, o'stan qatorliq mushu suv kanallarini o'zaro tutashtirish orqali barliq keltirgan bir yer usti suv yo'li hisoblanadi.
Endi bu kariz bilan selishtirgan chaqda bu kariz şu Sadicin sepili Beijing Hangzhou kanali bilan tang o'rinda turadigan zo'r bir qurilish. Ya'ni biz buni tovanik bir qancha tarafdan selishtirish to'g'ri keldi. Birisi tarix jihatdan selishtirsak, karizmi shu Sadicin sepili Beijing Hangzhou kanaliga o'xshashlar uzun tarixga ega. Endi shakli va qurilmasi jihatdan selishtirsak, Sadicin sepili bilan Beijing Hangzhou kanali yer ustidagi qurilish. Kariz bo'lsa yer ustidagi qurilish. Endi buning texnik jihatdan selishtirsak, endi bu Beijing Hangzhou kanalga suvchilik, ya'ni suvchilik texnikasi asos qilinib qo'llanilgan. Endi Sadicin sepiliga bo'lsa binokorlik qurilish texnikasi asos qilingan. Endi karizga ham binokorlik, ham suv inshoot qurilish texnikasi birlikda qo'llanilgan qurilish. Endi buning funksiya jihatini aytgan chaqda, bu shu suv qis bo'lgan Turpan o'xshash shu qurg'oq rayonlarniki madaniyat, yezigilik, iqtisodiy turmushiniki jon tomiri bo'lib, mishadagi hayotniki qaynab yashanishiga zo'r turtki bo'lgan, asos bo'lgan. Shunga kariz shu Beijing Hangzhou kanali Sadicin sepili bilan tang o'rinda turadigan tarixdagi 3 cho'ng qurilishning biri deb qaralib kelyapti. Bundaqda karizdan iborat bu mavjud qurilish xalqimizning ijtimoiy iqtisodiy hayotida qanday muhim hal qiluvchi rol o'ynab keldi? Endi kariz eng oldi bilan shu yerlik xalqning suvga bo'lgan ehtiyojini qondirib, mishadagi hayotlikningki izchil davomlashishiga asos bo'lgan. Uningdan boshqa biz deymiz suv hayotlikning jon tomiri deb. Endi kariz turpanliklarga nisbatan aytgan chaqda turpanning shundaqla turpanliklarning jon tomiri. Agar kariz bo'lmasa, turpan bo'lmaydi. Turpanning qayerda kariz bo'lsa, shu yerda bo'lsanlikda, shu yerda hayotlik yashnaydi. Shu turpanningki endi shu karizga munosabatlik nurg'ulg'an urf-odat, madaniyatlari bor. Buningda bo'libmi shu iqtisodiyotni olib kelsak, turpan karizga munosabatlik o'zigacha bir xil iqtisodiy egilikni borliqqa keltirgan. Masalan, teriqchilik, chorvachilik, baxmichilik, bog'vanchilik, shundaqli qo'l hunarmandchilik qatorliq jihatlarda karizga munosabatlik o'zigacha bir xil madaniyat odisi bor. Masalan, boya Umarjon afandim so'zlab o'tgandek, kariz qizishda o'zigacha qurol saymonlar bor. Bu shu karizga munosabatlik qo'l hunarmandchilikning taraqqiyotiga turtki bo'lgan. Shundan bir vaqtda shu Turpan rayonida kariz borlik rayonlarda karizga munosabatlik bir qism urf-odat, madaniyatlar borliq ekan. Endi biz urf-odat deganda yemak-ichmak. Yemak-ichmak desak, karizga munosabatli nurg'un yemak-ichmaklarimiz bor. Ichadiganimizning hammasi karizga munosabatli, yeydiganimizning hammasi karizga munosabatli. Endi kiyim-kechak, masalan, kiyim-kechak deganimizda biz karizchilik bilan shug'ullanganda maxsus kiyadigan kiyimlar bor. Aningdan keyin turalg'u, o'ltiraqlish odatlarida shu karizning atrofini bo'ylab o'ltiraqlashadigan bir odat bor. Masalan, har qanday bir mahallada bir kariz bo'lsa, bu mahalladagi barliq oilalar shu karizning ikki atrofiga joylashgan. Masalan, Umarjon afandininki shu inoq ekologiya abidasi kariz nomli shu kitobda nurg'ulg'an karizga munosabatlik afsona rivoyatlar, qo'shiqlar, naqshlar kirgizilgan. Buning o'zi shu kariz adabiyot hisoblanadi. Uningdan boshqa karizga munosabatlik san'at bor. Ya'ni shu kariz qizi qazg'a vaqtda, kuzlarda mo'l hosil olgan vaqtda shu kariz bo'ylarida ep boradigan kariz masraflari bor. Bularning hammasi karizga munosabatlik san'at hisoblanadi. Uningdan boshqa karizga munosabatlik e'tiqod odatlari bor. Bizda shu karizni ulug'laydigan yoki bo'lsa kariz qazg'a vaqtda kariz qazishdan ilgari shu kariz suyining ulug' bo'lishi, bexatar bo'lishi uchun nurg'ulg'an diniy marosimlarni o'tkazadigan odatlar bor. Bularning hammasi shu karizga munosabatlik madaniyatlar hisoblanadi. Endi bu kariz shu nurg'ulg'an madaniyatlarni shu o'ziga mujassamlagan shundaqla shu kariz shu o'zi mavjud bo'lib turgan rayondagi nurg'ulg'an madaniyatlarni o'ziga mujassamlagan ham shu madaniyatga zo'r ta'sir ko'rsatgan bir madaniy meros bo'lib hisoblanadi. Demek, kariz endi shunday qurg'oq klimatga ega bo'lgan rayonlarda kariz bor va mavjud bo'lib kelgan. Chet ellarda bor, qurg'oq klimat rayonlarda. Rayonimizning har qaysi joylarida bor, Turpan, To'qson, Qumul, Pichan, hatto Kucha qatorliqda bor. Lekin nurg'unlar qurib ketgan. Nurg'unlar ishlatishni to'xtatgan o'zining rolini joriy qildirolmagan. Har xil sabablar tufaylidan balani fojiali holda o'zininki qimmatni oxirlashtirgan. Lekin Turpan karizlar garchi tez surat qurib ketayotgan bo'lsa, yana Turpanda yana biz boya degandek ismini sanab ketalaydigan
va shundaqla Turpanda kariz bor deydigan mana bir qarashni so'ylib turib ayta oladigan bizning Turpandagi karizlari hali ham o'zininki realni qimmatini rolini joriy qildirib kelyapti. Ömerjon, nima uchun karizni shu ekologik muhitni qo'g'dashdagi bir xil sistema qurilishi deb qaraymiz? Bayam adılmalımı deb o'tdi. Turpanning hayotligi karizni markaz qilib shakllangan. Eng avval kariz boyada mahalli paydo bo'ldi. Mahalli paydo bo'lgandan keyin daldiroq hayotlik barliq jonliq paydo bo'ldi. Karisi ekmagandan keyin bu yaqinda har xil jonliqlar suv mahsulotlari, masalan suvdagi o'simliklar paydo bo'ldi. Arandan keyin bayam Eminjon deb o'tdi. Bizning karizlarimiz odatda tashma, quduq, tilma, ko'ldan tashkil topadi. Karizning atrofida bir ko'l bo'ldi. Ko'lda har xil hayvonlar, suv qushlari yashaydi, dardaraxtlar bo'ladi. Arandan keyin bu karizning atrofida hayotlik faoliyati davomlashadi. Ayollar oyoq taraf kirib kiriydi, bolalar shu atrofida o'ynaydi. Demak bu bir-birisiga mustahkam bog'langan bir ekologiya zanjiri mush karizni markaz qilgan holda davomlashadi, shakllandi. Andan keyin bu kariz suvi quduq suviga qaraganda bayam deb aytdik, qishmiyaz to'xtamay oqadi. Odatda ba'zi kishilar bu suv isrofchiligi, to'y quduqlari, to'kil suv tatganligi ishlatiladi. İşletmeyince to'xtab qo'ysa bo'ldi deb qaraydi. Amaliyotda bu har qanday dunyoda har qanday shay qolmayapti bo'ldi. Bu suv qishning kuni oyoq ekan eqib qolgandan keyin yana parga aylanib, bulut orqali yomg'ir yog'dirib, o'zira ekologiya zanjirini shakllantirdi. Qaytadan shakllantirdi. Shunga bu endi ekologiya zanjirida shu bir kariz o'lsa, bir ekologik muhit butunlay buzildi degan gap. Bizda hamda bir gap degim keldi, maqol tamsillarimiz bor. Bu maqol tamsillarning ichida har kishi o'lsa chiroq o'chidi, kariz o'lsa el ko'chidi deydigan bir maqol tamsili bor. Buni bu haq Turpan xalqina jiqdaydi. Ham hozirgi amaliyatimizda bu Turpanning janubiy tarafidagi mahallaga mush kariz qurgandan keyin butun mahalla bo'yicha amalsiz mush shimolga qarab ko'chayotgan ahvollar yo'q emas. Demak, ham bu karizning ekologik sistemini, ekologik muhitni qo'g'dash roli intayin cho'ng. Undaqda endi mush karizning ekologiya bilan bo'lgan munosabatiga birlashtirib o'tirib, yana ishkirlab, siz endi shu navbatdagi mushu sayachilikda karizningki o'ynaydigan amaliy rolini bir shaylab aytasiz. Endi kariz bayam deb o'tdik. Turpa viloyatida 11 o'rinda davlat darajasiga qo'yilgan madaniyat yodgorlik o'rni bor. Kariz shu madaniyat yodgorlik o'rinlarining birisi. Hozir hamda 93-yili Turpa viloyatining shu mablag' bilan Shinjang Kariz tadqiqot jamiyati Yariysinki Yarkentida shu kariz tadqiqot markazini qurib, hozir kariz sayligohi deb ataladi, bir sayat nuqta ochgan. 99-yil yana biz o'tagan hozirgi kariz o'rpada baqchisi shu Asqaraji karizni asos qilib qurildi. Bu ikki cho'ng sayat nuqtasi hamda har yili nurg'un sayatchini kutib oldi, nurg'un kirim qiladi. Bundan boshqa yana Turpanning janubiga joylashgan qum o'simliklar baqchisida bir kariz ko'rgazma zali bor. Undan boshqa Turpanning har qaysi mahallalaridagi karizlarni nurg'un yerlik kishilar, sirtdan kelgan kishilar sayat qildi, ko'rdi. Demak, bu kariz hozirgi Turpan sayatchiligining bir pishang nuqtasi, asosiy ko'znak bo'lib qoldi deb aytishga bo'ladi. Demak, kariz bilan sayohatchilikning taraqqiyoti o'ng'anas. Karizlar davomli saqlanib qolsa, kariz qurilishi davomli qo'g'dalsa, davomli puxtalansa, karizlarimizdagi suvsizlik suvlar eqib tursa, bizning sayohatchiligimiz mumkinligi Turpan diyoridagi kishilarimizningkimi olkuni moddiy maishati shundaqla bularningki boshqa rayonlarga ta'sir ko'rsatish ahvolimi yaxshi bo'ladi, ijobiy bo'ladi degan gapda. Endi karizlarning mana bugungidek holatda saqlanib kelishidimi, albatta munosabatli o'rinlarningki, rahbarlarningki buni jiddiy tutib ishlagan xizmatlar bilan munosabatli bir ishmikan deb qarayman. Undaqda Eminjon apandi, siz shu avtonom rayon va viloyatningki karizni qo'g'dash, uni mustahkamlash, puxtalash ishlagan xizmatlarni amaliy ahvolga birlashtirib shaklab o'tganda. O karizlarni qo'g'dash, remont qilish shu qurilishiga nisbatan davlat avtonom rayonlik madaniyat yodgorlik idorasi shu 2009-yildan boshlab bulturqi yil oxirigacha 33 million mablag' ajratib 72 talik karizni remont qilib bo'ldi. Biz endi keyingi vaqtda bu yildan boshlab biz suv tarmoqlari yanada madaniyat yodgorlik tarmoqlari bilan yana moslashib, biz karizlarni qo'g'dash, asrash, remont qilish, tur mablag' qurilishini tur mablag'ini hal qilish oldida turyapmiz. Navoda mablag' amillashsa,
Qatarda umumyüzlik qarzlarni remont qilish qurilishi boshlandi. Demak, qarzlarni remont qilish qurilishi butunlay onunki qarzning bir madaniyat qurilishidan iborat. Bir tarafninki aks etganligidan madaniyatdan iborat bir narsaga bir taqashqanligida. Madaniyatdan iborat bu insoniyat yaratgan, insonning folkloridan iborat bu tarafga tutashgan bir tarafda. Albatta, qarzni qo'g'dash bir madaniyat qo'g'dashdan derak beradi. Unda qo'ygan chaqda Adil ma'lum sizdan so'rab baqam keladi. Mush qarzningki tarixi madaniyat jihatga va reallik qimmatini zodi nari deb qarash kerak. Qarz nihoyat uzun tarixga ega. U bir xil moddiy madaniyat hodisasi bo'lish sifati bilan buyuk bir tarix meros hisoblanadi. Qarz yerli xalqniki ayni zamondagi ekologik muhiti, iqtisodiy turmushi, ijtimoiy hayoti qatorliqlarni bilishda muhim va inchki uchurlar bilan ta'min etilgan birinchi qo'l material hisoblanadi. Bu mushu qarzniki tarix qimmati hisoblanadi. Endi qarz yana o'z navbatida bir xil g'ayriy moddiy madaniyat hodisasi. Chunki qarz hunar kasb xarakteridagi nihoyat zo'r bir qurilish bo'lg'achqa, u nurg'unlagan bilim, texnika va mahoratni o'ziga mujassamlagan. Demak, qarz Uyg'urlar tarixda yaratgan hunar kasb va bilim texnika bo'lish sifati bilan Uyg'ur madaniyatining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Qarz madaniyati deganimiz Uyg'urlar o'zlari yashagan jug'rafiyalik rayonning alayligidan foydalanib, tarixdagi iqtisodiy turmush va ishlab chiqarish jarayonida barliq keltirgan, shundaqla davomlashtirib kelgan qarz va qarzga munosabatlik barliq moddiy va ma'naviy madaniyat hodislarining yig'indisini ko'rsatadi. Umarjon Sidiq afandining Inoq ekologiya obidasi qarz nomli kitobida aytganidek, qarz madaniyati dal turpanliqlarning madaniyatidir. Qarz bo'lmasa, turpan madaniyati bo'lmaydi. Demak, qarz shu turpan Uyg'urlarning madaniyatida nihoyat muhim ahamiyatga ega bo'lgan madaniyat hodisasi hisoblanadi. Buni tadqiq qilish, Uyg'ur madaniyatini tadqiq qilishda nihoyat muhim ahamiyatga ega. Shundaqla qarzni dunyo g'ayriy moddiy madaniyat meroslariga turiga kirgizishni olg'a siljitishda muhim ahamiyatga ega. Turpan diyarida yana shu qarz madaniyatiga munosabatlik nurg'unlagan uchurlarni anglaymiz, uchurlarni topalaymiz. Mayli materialdan bo'lsin, mayli xalqninki xalq etnologiyasi nuqtasidan bo'lsin, shu turpan degan qarzlar madaniyatiga munosabatlik nurg'un tarixiy shaxslarninki qarz haqida deganlarga munosabatlik uchurlarni topalaydi ekanmiz. Uningdan boshqa yana qarz haqida aytilayotgan madaniyat tutib ketadigan nurg'un maqol tamsil she'r qo'shoqlarni biz tep chiqarishimiz mumkin. Mushaqdagi qarashlaringizni anglab baqsak bo'ladimi, Umarjon? Bo'ladi. Biz ham shu kichik vaqtlarimizdan boshlab qarz haqidagi qo'shoqlarni, qarz haqidagi naqshlarni anglab cho'ng'oldik. Bayam aytdik. Ham bularniki qo'shoq naqshlarning aslida cho'nqur bir mazmun bor. Qarzga munosabatlik, qarz madaniyatiga munosabatlik cho'nqur mazmun bor. Masalan, shu qo'shoqlardan birisi bu naqsh aytiladi. Men shunday o'qib bersam, qator ko'ringanlar qarz daraxti. Bizning yorni ko'rsatmagan yo'lning yiroqi. Atam sorsa, anam sorsa qarzda danglar. Qo'li ishda, ko'zi yoshda yuradi danglar. 360 quduq suvi bir bo'lib aqdi. Men yorimni ko'ray desam qarzning vaqti. Demak, bu qo'shoqlarda ayni vaqtdagi ajdodlarimizning bu qarzga ishlash jarayonidagi har xil muhabbat, sevgi hissiyotlari aks ettirilgan. Undan boshqa bizda Uyg'ur xalqidan chiqqan mutaxassis olimlardan boshqa Xanzu mutaxassislari, Xanzu olimlari nurg'un tadqiqot maqolalarni yozgan, kitoblar nashr qilgan. Dastlabki bir qarashlarga asoslanganda bizning 90 oyning Ko'jay vaziridagi suv sistemasi xaritasi hozir 6000-8000 yillik tarixga deb qaralyapti. Shu xaritning ustida qarzlarning dastlabki iznalari bor. Mushu vaqtda Xanzu tadqiqotchilari nurg'un maqolalarni yozgan. Xanzu sayyohlar, Xanzu adiblar mush Shinjong kelganda qarz haqida nurg'un qarashlarni qoldirgan. Ayshlarning birisi Qing sohasida o'tgan mashhur vatanparvar zot Lin Zexu Shinjongga surgun qilinib Urumchi turgandan keyin Turpanga kelib qarzlar haqida nihoyat ahamiyatli bir so'zni qoldirgan. Men bu yerda shuni o'qib beray. Qing sohasi davrida amaldor bo'lib Shinjongga surgun qilingan mashhur vatanparvar zot Lin Zexu Turpan qarzlarini ko'rgandan keyin mundaq yozgan. Turpan diyorini kezdim. Talay zeminlari quduq suvi bilan sug'urilganiga qaraganda qarz bu joyga udum ekan. G'ulashdi bir quduq. Xuddi tutashtirilgan halqadek suvlari quduqdan quduqqa yiqib chiqadi ekan. Buni qarz deb ataydi ekan. Qarzning afzalligi ko'p ekan. Uningdagi hunar karomat ekan. Ichkirda va boshqa yerlarda buni ko'rib boqmagan. Mushu yerda ko'rdim. Demak, bu vaqtda Xanzu tadqiqotchilari nurg'un materiallarni qoldirgan.
Onundan keyin hozirgi kariz tadqiqot jihatda bizning Shinjong'ir Abdum rayonlik kariz tadqiqot jamiyatining bosh kotibi kariz tadqiqotiga bir umr yurakni sarf qilgan mashhur adabiy tarjimon G'ofur Nuriddin Tulumbek apandi 20 yildan beri mush kariz tadqiqot haqida nurg'un xizmatlarni ishildi ham kariz tadqiqot haqida sistemlik bo'lgan bir necha kitob tuzib nashr qildirdi. Demak, kariz tünügün bugünkü iş emas, o bir qadimdan tatlı olmuş gibi otkan, o bir medeniyet hadisi. Adil Efendi, İnak Ekologiya Abidisi Kariz namlık bu ilmi kitap, hem de bizdenki karizin düşünüşümüzde, karizin asırışımızda, karizin qoğduşumuzda, şunakla karizga bo'lgan bu an tushunchimizni o'stirib, bu masalaga tutgan pozitsiyamizni o'stirishda o'zining qanday qimmatli rolini o'tayalaydi. Ömercan Sıdık Efendi'nin İnak Ekologiya Abidisi Kariz namlı bu eseri Turpan'daki karizlarının hazırki ahvali, karizçılar, kariz yapış teknikisi, karizçılık işleri, kariz edebiyatı, kariz boyudaki sanat, karizning ekologik tamponluğunu saqlashdagi roli, karizni qo'g'dash va bu jihatda ishlangan xizmatlar, karizdan ilmiy foydalanish qatorliq mazmunlarni nihoyatda tafsiliy tushuntirgan. Bu kitob karizni tushunish va bilishdagi nihoyat sistemlik bir bilimnoma deyishga bo'ldi. Chunki bu kitobda yuqorqi yerlik bilimlar amaliy faktlar bilan konkretni sharhlangan. Bundan boshqa bu kitobniki ro'yobga chiqishi bir tarafdan kariz to'g'risidagi yerlik bilimlarni keng xalq ommasiga tashviq qilib, keng xalq ommasining karizni qo'g'dash engini yuqori ko'tarishda nihoyat muhim rol o'ynaydi. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi suhbatimizni İnak Ekologiya Abidisi Kariz nomli kitob kirgizilgan el so'ygan rahbarimiz shoir Ömür Davomat akaning tovanik she'ri orqali oxirlashtirdik. Zirikmasdin sen. Marjallarni chatqan yip kabi, quduqlarni chekib kelasan, shuncha ravon, shunchalik tabi. Bu quduqlar pinhon quduqlar, yoshiringan tashmi ichiga, ulg'iydi quduqlar suyi, qo'shilganda bir-biriga. Kariz o'zing ulug' mo'jiza, suying suzuk, unchilarga tang, bosh quduqdan chiqsa o'tlam suv, oxirida bo'ludi o'stan. Kariz shundoq yashading qancha, 2000 yil, balki 3000 yil, ijodkoring Uyg'ur ajdodi, suvlaringdan yashirdi. Ömürlik bo'lsa tashmida, yoki tinsa quduqning ko'zi, jonni yetib keladi bu bo'stonning yigit qizi. Qurusimi buloqladi suv, qurmaysan jushqin oqsan, sen bo'lsangli bizning ko'ngil to'q, etimizlarga kim tap yapsan. Sanıganga tügünməz törsən, iradiga o'xshar eqining, seni kuylab o'qsam naqsha, ovoz qo'shdi jiroq.